Qachongacha bekorchi uyda o'tirmoqchisiz? Tushunmadim. Nimani tushunmaysiz? Siz o'rningizda boshqa erkak bo'lganda allaqachon mardikorlik qilib bo'lsa ham pul olib kelardi uyga. Ish qidiryapman, ko'ryapsan-ku. Sam erkaksizda. O'ylab gapiryapsanmi? Ha? Bor, yo'qol, kirib ket. Mana o'g'lim, ketamiz. Jonim o'zim. Yo'l bo'lsin. Oyimnikiga. Sen mendan so'radingmi? Sizdan so'rashim shartmi? Kimligingni unutib qo'ymayapsanmi? Siz ham bunda kimligingizni unutmang. Aytgancha hamma sharoitni qiling-da. Keyin mendan talab qiling hammasini. Yuring o'g'lim, ketamiz. Ojon, erimmi? Voy, erimni gapirmang. Na tashqariga ko'chaga chiqib bitta pul topib kelishni biladi. Uni o'rnida boshqa erkak bo'lganda allaqachon pul olib kelgan bo'lardi. Bilmadim. Kun berishmaydi-yu menga ular. Qaynapaman hammasi. Bilmayman. Bilasanmi? Men adasi qachon keldingiz? Anaqa. Ayol kishi eri bilan bo'lgan munosabatni ko'chaga olib chiqishi bu xiyonat hisoblanadi. Xoh u onasi, xoh jigari bo'lsin. Insof bersin sandiq ayollarga.